Assalomu alaykum obunachilar. Mana sigirimiz sotiladi. Mana ikkita, mana yelinlari. Ha, yurgizingchi oldiga qarab. Mana yurishlar. Mol Sirdaryoda. Nechinchi bolasi aka? 3-bolasi. Mol 3-bolasi. Ikkinchisi ham 3-chi. Nechta sut beryapti? 18tadan bor, 16tadan bor. 16tadan beradi. Ishlarni men bo'lib. To'xtang, tishini ko'rsatak. To'xtang. Uni yaxshi ko'rmay qol. Aha. Bo'ldi. Mana bunisiniki. Endi bunisiniki. Esh. Mana ikkinchisi. Ha, bo'ldi, qilich. Bo'ldi, mana mol. Bollari go'yimroq. Ha, yelinlar. Bollari qancha? Qani bu tomonga qarab yetaklangchi. Esh. Mana. Yuvosh, ha? Bo'ldi mana. Hojonalar bemalol sog'averasizlar o'tirib. Hozir 4 tali yelindan sut ishlarini ko'rsatamiz. Mana bollar. To'xtang, bollarni bitta o'noq qo'y. Qaysi biri qaysiniki? Mana buniki, bu chaqirganiki. To'xtang. Mana bu sigirimizniki. Mana bu. Ha, anosini oyog'ida kichkina qora xoli bor. Mana bunisiniki. Mana bolasi. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 10 kunlik. Bolasi 10 kunlik bo'ldi. Buni irg'ach. Buniki ham irg'ach ekan mana. Narxini ayting endi. Narxi bir joyda 75 million kami bor. Ya 75 million demang. Sal kelishtirib, boyaginday sizlardagi dehqonchilikda, to'g'risi. Mana sog'imlar. To'rtalasidan ham tushyapti. To'rtalasi ham ishlaydi. Bu Javobini bo'lib kelgan bo'lsa 72 million. bu 100 kilometr yog'i, 100 kilometr yog'i dastavkasi ichida. bo'ldi. Mana bu ham bir sog'imini ko'rsatib borasizmi? 4 ta yelindan tushishlarini bir ko'rsatib boring. Aha. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Manzil Sirdaryo viloyati Guliston shahar Toshkent mahallasida. Endi telefon raqamlarini aytib qo'ying. 88 dega, ha? 905 54. Ismingiz? Sarvar ukamizga telefon qilaverasiz. Mana sigir. Obuna bo'lsangiz ancha kelishtiradi. 72 million kami bor dedik. Yo'q, 75 million dedi. 100 kilometr yog'i, 100 kilometr yog'i. Dastavkalari bormi? Siz nomingizdan kelsa 100 kilometr yog'i, 100 kilometr yog'i. Bo'ldi, 100 kilometr mana Toshkent tomonga qarab yuramiz, 100 kilometr Boqa tomonga qarab olib borib beramiz. Mana mashinlarimiz bor. Siraz pul tushgandan mashin yuradi. Bo'ldi, rahmat hammaga.